Yukarı leksiyalarning davomi amdiki mazmun boshqacha so'zlanadi. Bu mazmunni so'zlashdan avval ikki jumla qisrayla hozir Xitoy tor betlari Rossiya Jungo munosabatiga aloqador mo'sha masalalar bo'yicha, masalan, Xinjiang, Uyg'uristonga yaqin yerda Rossiyaning ikkinchi harbiy baza qurishi, Qirg'izistonda Batken degan yerda, Qirg'izistonning Batken oblastida ikkinchi harbiy baza qurishi. Shuningdek keyin andan navbat so'zlaydiganligimiz hozir Rossiya Federatsiyasi hukumatining Nefet shirkati, Kombat shakilli Nefet shirkati Vyetnam bilan hamkorlashib, Janubiy dengizda tabiiy gaz va nefet burg'layapti. Mush ishlar tufayli hozir Xitoyning to'r betlari sezgurlik darajasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi jiddiy savdo tijorat munosabatlarining oxirgi natijasi nima bo'ladi? Buni tashlab qo'yib, hozir butun Xitoy to'r betlari dal mush masala. Masalan, Rossiya Federatsiyasining Vyetnam bilan birlashib Janubiy dengizda tabiiy gaz va xam nefet burg'layotganligi. Anadan keyin hozir Qirg'izistonning Batken oblastida, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston, Uyg'uriston chegaralari yaqin joylashgan yerda Rossiya Federatsiyasining ikkinchi qatam harbiy baza qurish. Xabar mundaq boshlandi. Moskva. Buning avtori ham bexva. Bu xabarning avtori ham bexva. Bu mavzuni o'qimoqchiman, kechiringlar. Rossiya 9 bo'lakning ichki qismida, yani Janubiy dengizda Xitoy hukumat 9 bo'lak rayon deb rayon ayirib oldi. Shu 9 bo'lakning ichki qismida Rossiya tabiiy gaz va xam nefet burg'ulashga boshladi. Jungo Rossiyaning manfaatiga chekila olamdi. Mavzuli xabar 5-oyning 19-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Avtori Beyxova. Xabar mundaq boshlandi. Beyxova Amerika ovozi radiosining Moskva turishliq muxbiri. Demak, har ikkili xabarning avtori Beyxova. Xabar mundaq boshlandi. Moskva Jungoning Rossiyaning Vyetnamga yordam qilib, Moskva Jungoning Moskva Jungo Rossiyaning Vyetnamga yordam qilib, Janubiy Jungo dengiz talash tartish bo'layotgan ayillarda xam nefet va tabiiy gaz burg'ulashga boshlagandan keyin Jungo Rossiya tabiiy gaz va xam nefet burg'ulashga boshlagandan keyin qarish turganligidan Rossiya odatdan tashqari deb his qildi va e'lon qildi. Demak, Rossiya Janubiy dengiz Vyetnam bilan birlashib tabiiy gaz burg'layapti, xam nefet burg'layapti. Jungo bunga e'tiroz bildirdi. Buningdan Rossiya hayronlik his qildi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Vladimir Putin Jungoni ziyorat qilishning harpisida Jungoning oshkora norozilik bildirishi ikki taraf munosabatining yomonlashib ketayotganligidan berilgan signaldir. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Vladimir Putin Jungoni ziyorat qilishning harpisida 6-oyda keladi Qingdao Shanxay hamkorlik yig'ini. Prezident Vladimir Putin Jungoni ziyorat qilishning harpisida Jungoning oshkora norozilik bildirishi ikki davlat ikki taraf munosabatining yomonlashib ketishidan berilgan signaldir. Yani nurg'un obzorlar yezilib Vyetnamni qo'lladi. O'xshashli Jungo Rossiyaning Vyetnam va Janubiy dengizdagi manfaatiga chekila olmaydi. Jungo o'tgan vaqtlarga o'xshash noroziligini tezda unutib ketadi, deyishdi ba'zi obzorchilar. Qiziqarli qoldi. Rossiya Jungo munosabati sovuqlashib ketdimi? Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti slogan 5-oyning 17-kuni Rossiyaning Vyetnam bilan qo'l tutishib, Janubiy Jungo dengiz talash tartish bo'layotgan rayonlarda nefet va tabiiy gaz burg'ulashga boshlaganligi baho berib o'tgandan keyin Rossiyaning har qaysi matbuotlari bunga diqqat qilishga boshladi. O'xshashli Vyetnam Tashqi ishlar ministrligining inkosini xabar qilishga boshladi. Rossiya matbuotiga obzor yozgan kishilar mundaq deyishdi. Jungo o'tgan kunlarda davomli
oçoq ve aşkarı bolmagan sorunlarda Rusya bilen iki devlet münasebetindeki meseleler doğrusunda muhakeme edip baratdı. Rusya bilen iki devlet oturuş kişiler doğrusunda muhakeme edip baratdı. Cungo yani ötken küllerde hususi halda Rusya tarafga Vietnamga yardam qilib nepet burgulaş bolup Vietnamni qurallandırışqa qaratgan narazılıgını ifadalab turatdı. Rusya taraf ifadalab turatdı. Lekin Prezident Vladimir Putin kelar ayda Cungoni ziyorat qilishdan harpisida Jungo bu qatam narazılıgını oshkor ifadaladi. Bu diplomatiya sohasidagi bir g'ayirlikdan Jungoning harakati intayin az ko'riladigan bir ish va odatdan tashqari bir ishdir, deydi muxbir efendi. Bu belki iki devlet münasebetinin yamanlashib ketganligining, ketayotganligining, sovuqlashib ketganligining signalidir. Vietnamni qo'llashi Jungoning norozi bo'lishi qoidasizlikdir. Kichik mavzu. Rusya bu qatim ko'z qarashlari Vietnam bilan o'xshash. Rossiyaliklar Vietnamning yangi chegaralarini dengiz chegaralarida xam nefret ve tabiiy gaz burilishi Vietnamning qonunlari va xalqaro qonunlarga uyg'un deb hisobladi. Jungoning Janubiy Jungo dengiz tarixi asoslanib tayinib, egilik huquq talab qilishi putirab tura olmaydi. Xalqaro Gaga sotimi Jungoga emas Filippinga foydali qarorni e'lon qilib bo'ldi. Şunlaşkı Jungo'nun, yani Rusya'nın Janubiy Jungo rayları talaş tartış bulup atkan raylarda hamnepet burgulışıqa narazılık bildirişinin hiç kanda asası yok, hem kaidesizlikte. Hazır matbuatlar demek Prezident Vladimir Putin Rusya Federasyası'nın Vietnam bilen birleşip Janubiy dengizde hamnepet ve gaz burgulışıqa medet berip atıdılar, emas doğrusu doğru, hatası hata demek. Prezident Vladimir Putin'nin Moskva, Xemenova, nefret şirketlerinin bu meşgulatını qo'llaydi. Vietnamda menfaati var. Rusya o'ng ve solga qarab qoldi. Sharqiy Janubiy Osiyo ishlari mutaxassisi Mushakov mundaq ko'rsatdi. Rusya'nın Vietnam'da köp menfaati var. Bolupma Rusya'nın energiya sohasida Vietnam bilan hamkorlik uzundan başlangan. Sovetlar ittifoqi davrida başlangan edi. Agar Rusya Jungoning norozilik bildirishi sababli Vietnam bilan energiya hamkorligidan voz kechadigan bo'lsa, boshqa shirkatlar bu o'rinni to'ldirdi. Rusya bo'lsa zo'r ziyon tortdi. Jungo axborot e'lon qilish meydan narazılığını so'zlab, muxbirlar bayon qilgan narazılığını so'zlab, Rossiyani qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Demak, hozir tavakkalchilik qildimi, Jungo yoki aldiraqsollik qildimi bilgili olmaydi, tuyuqsiz axborot chiqib, Rossiyani bu masalada ayblashimiz ortiqcha ishmi yoki qanday? Buning bilan hozir munosabatimiz yaxshi deyotgan Rossiya bilan Jungo, Rossiyaliklar hozir sal o'zaqandek bo'ldi deydi boshda. Ben o'ylayman ki Xitoyning oldida Rossiya o'daqadagan gap yo'qchimi, vatandoshim. Agar Rossiya burg'ulashni to'xtatadigan bo'lsa, kishilarning engida Rossiya Jungoga tez pikti deydigan tuyg'u paydo bo'ldi. Mushakov mundaq ko'rsatdi. Rossiya Jungo ikki davlat o'rtasida nurg'unlagan hujjat va kelishim qatorliq ahdnomalar ikki davlat munosabatini tushab turibdi. Ajab tatliq jumla, nima jumla, vatandoshim diqqat qildingizmi? Men yana bir o'qib beray, mana diqqat qiling. Mushakov mundaq ko'rsatdi. Rossiya Jungo ikki davlat o'rtasida nurg'unlagan hujjat va kelishim qatorliq ahdnomalar ikki davlat munosabatini tushab turibdi. 1945-yili 8-oyning 14-kuni Xitoyning Kuomintang hukumati bilan shu vaqtgi Sovet Sovetlar imzolagan, Moskvada imzolagan Jungo Sovet do'stlik ittifoqdoshlik shartnomasi. 1950-yili 2-oyning 14-kuni shu yerda Moskvada imzolagan, Mao Zedong bilan Stalin suhbatlashib imzolagan Jungo
Sovet dostluk, ittifaqlaştık, hamkorlik shartnomasi. Hozir Mushakov deb atamdi yoki demisa Mushakov men qo'shdim. Mana mushu shartnomalar andan boshqa yerichi 1948-yil 5-oyning 20-kuni imzolangan harbiy shartnomasi. Bunun 8-moddasida Rossiyaning Şinjan'a askar kirgizish huquqi bor. Bu bir. İkincisi Rossiyaning Xitoy armiyasi Şinjan'a boshlab kirish va buningga mumkinlik va qatnash ishlarida yordam qilish majburiyati bor. Harbiy shartnomasida shunday deyilgan. 1948-yil 5-oyning 20-kuni imzolangan harbiy shartnoma. Hozir Mushakov nima deydi? Rossiya Jungo ikki davlat o'rtasida nurg'unlagan hujjat va kelishim qatorliq ahdnomalar ikki davlat munosabatini tushab turyapti. Vaqt keldi Vladimir Putin, prezident Vladimir Putin o'tib ketdi. Bu 89-yil 5-oyda siz yoki Rossiyaliklar prezident Gorbachev hukumati shu vaqtida e'lon qilgani bo'yicha masalan Rus-German shartnomasi inovasiz bu. Stalin bilan Gitlerning shaxsiy ishi degandek. Endi vaqt keldi. Rus-Xitoy shartnomasi inovasiz bu. Stalin bilan Mao Zedongning ishi. Avvalidan aytganda, bu Stalin bilan jon kayshak hukumatining ishi. Deydigan vaqt keldimi yo'q? Hurmatli prezident Vladimir Putin. Hozir bu yerda debdi buni Mushakov debdi. Nima deydi? Yana diqqat qiling vatandoshim. Rossiya Jungo ikki davlat o'rtasida nurg'unlagan hujjat va kelishim qatorliq ahdnomalar ikki davlat munosabatini tushab turyapti. Tushakni yeshib o'ting prezident Vladimir Putin, siz Yevropaliksiz. Yevropa millatisiz. Tolstoyning millatisiz. Tushakni yeshib o'ting prezident Vladimir Putin. Şunlaşqı növbət ikki davlat münasibati qo'l tutadigan masalalarga duch keldi. Nima deydi? Shu növbətdə hozir ikki davlat münasibati qo'l tutadigan masalalarga duch keldi. Yoki bo'lmasa hozir ikki qatim imzolangan Kuomintang partiyasi, Mao Zedong partiyasi bilan imzolangan ikki shartnomani